Assalamu alaikum wa rahmatullah. Benim ismim Mahmudcan. Qashqa Feyzvat'tın. Özüm chet elge o'qin chiqqan. Ata-onam 2016-yili chet elge chiqqan. Ularning vatan qaytishga qo'shalmay, mushar qoldirib qoldim. Chunki ular vatan qaytsa, turmush kirib qolishi ko'z ko'rinarlik ish bo'lg'achqa. Vatanda 5 qarindishim qilib qolgan va uningdan boshqa hammallarim va tag'illarim bor. 5 qarindishimning birisi 2013-yili turmuş kirib qolgan va 10 yillik kesilgan. Uning ismi Hidoyatulloh. Qolgan qarindoshlarım va shundaqli urug' tuqqanlarimiz bilan hech qanday aloqa yo'q. Ularningki hozir hayotmi yo o'lib ketdimi yoki Xitoyning majburiy o'zgartish markazlaridami yo turmadimi hech narsani bilmaymiz. Mana bu Xitoyning naqadar rezilligi va naqadar fashist ekanligininki dalili. Men umumiy chet eldagi turkistonliklardan Xitoyni shunday rasvo qildigan, Xitoyning jinoyatlarini butun insoniyatga pash qildigan har xil faoliyatga jonliq qatnashishni umid qilaman.